Mercedes faqat avtomobil ishlab chiqaradi desangiz qattiq adashasiz o'rtoqlar. Dubayda qurilayotgan ushbu proyekt dunyoda yagona bo'lgan Mercedes turar joy majmuasi hisoblanadi. Bu yerda boshlang'ich narxlar 3,5 million dollardan. Jacob & Co faqatgina qimmatbaho soatlar ishlab chiqaradi desangiz qattiq adashasiz. Ushbu mashhur brend ham Dubay shahrining markazida juda ham zamonaviy va hashamatli ushbu binoni qurmoqda. E'tibor bering, juda ham go'zal, juda ham hashamatli. Va mana bu brendning kuchi sababli bu yerda boshlang'ich narxlar 2,5 million dollardan. Va Bugatti faqat qimmatbaho sport karlar ishlab chiqaradi desangiz ham adashasiz. Sababi ushbu kompaniya dunyoda yagona bo'lgan Dubay shahrining markazida qurilayotgan ushbu proyektni amalga oshirmoqda. E'tibor bering, juda ham zamonaviy, juda ham chiroyli proyekt o'rtoqlar. Bu yerda boshlang'ich narxlar 4,5 million dollardan. Eslatma sifatida aytib o'taman. Yiliga taxminan 80 ta Bugatti avtomobili ishlab chiqariladi. Lekin bu proyekt dunyoda bitta. Bu yerdan uy sotib olgan odam ham dunyoda o'zini tanlangan insonlar safida his qiladi.